Men doktor Sumit Bhushan Sharma. Men Noydada joylashgan Max shifoxonasida bo'g'imlarni almashtirish va ortopediya bo'limini boshqaraman. Bu shifoxona ilg'or bo'g'imlarni almashtirish operatsiyalarini amalga oshiradigan yuqori ixtisoslashgan tibbiyot muassasasidir. Men Hindistondagi eng nufuzli shifoxonalardan birida, hozir ham Makov ortopediya nomi bilan tanilgan Satyajung Hospitalda tahsil olganman. Keyin Janubiy Koreya va Gonkongda ilg'or bo'g'imlarni almashtirish jarrohlik usullarini o'rganish uchun qisqa muddatli amaliyot o'taganman. Shundan so'ng AQShga ko'chib o'tib, 2 yil Luizvillada, 2 yil Michigan shtatida va 1,5 yil Nyu-Yorkda murakkab travmatologiya va bo'g'imlarni almashtirish jarrohlik amaliyotlarini o'rganganman. 2014-yildan beri men ushbu shifoxonada ishlayman va uning tashkil topishidan boshlab faoliyat yuritmoqdaman. Ortopediya va bo'g'im jarrohligida 25 yillik tajribam davomida biz deyarli har bir hududdan kelgan bemorlarga xizmat ko'rsatdik. Bizning asosiy yo'nalishimiz murakkab travma jarrohlik amaliyotlari, murakkab son bo'g'imi protezlari, tizza bo'g'imi protezlari va teskari yelka protezlarini o'rnatishdir. Biz nafaqat Hindiston bo'ylab, balki MDH davlatlarining ko'pchiligidan kelgan bemorlarga ham muvaffaqiyatli xizmat ko'rsatdik. Shuningdek, biz Afrika mamlakatlari, Iroq va Fors ko'rfazi mamlakatlarida ham o'z o'rnimizni topib, bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Bo'g'imni almashtirish operatsiyasi odatda qachon tavsiya etiladi? Birinchidan, bemorning yoshi muhim. Ideal holda bemorning yoshi 50 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bemorda sezilarli og'riqlar bo'lishi kerak. Uchinchidan, bemor bir marta 1,5 kilometr yoki 1 kilometr masofani yurib o'ta olmasligi kerak. To'rtinchidan, rentgen tasvirlarida tizza bo'g'imida normal oraliq bo'lishi kerak. Son suyagi va boldir suyagi orasida bo'shliq bo'ladi. Lekin agar rentgen tasvirlarida suyaklar bir-biriga tegayotgan bo'lsa, ya'ni suyak-suyakka tegayotgan holat kuzatilsa, bu muhim belgi hisoblanadi. Agar rentgen natijalarida suyaklar bir-biriga tegayotgan bo'lsa, bemor 1 kilometr masofani bosib o'ta olmasa, yoshi 50 dan yuqori bo'lsa va kuchli og'riqlar bo'lsa, u holda tizza bo'g'imi protezlash operatsiyasini o'tkazish tavsiya qilinadi. Bemorlar orasida tizza protezi operatsiyasi ko'proq uchraydi. Amerikada va Kavkaz xalqlari orasida esa son bo'g'imi artriti keng tarqalgan. Sog' bo'g'imi artriti uchun ko'rsatmalar. Bu yoshroq bemorlarda, 50 yoshdan kichik, hattoki 30-35 yoshda yoki tug'ma son muammolari bo'lgan yosh bemorlarda ham uchrashi mumkin. Agar bemor bir oyog'ida 10 soniya davomida tik tura olmasa, bu musbat Trendelenburg testi hisoblanadi. Uning yurish holati o'zgargan bo'lib, 500 metr yoki 1 kilometr masofani bir martada bosib o'ta olishi kerak emas. Rentgen tasvirlarda son bo'g'imi artriti ko'rinib turishi kerak. Agarda ushbu belgilar kuzatilsa, bemorga operatsiya tavsiya qilinadi. Siz eng ko'p qaysi turdagi bo'g'imni almashtirish operatsiyalarini o'tkazasiz? Men birinchi savolda aytib o'tganimdek, Hind va Osiyolik aholida eng ko'p bajariladigan jarrohlik amaliyoti tizza bo'g'imi almashtirish operatsiyasidir. Ehtimol butun dunyoda eng keng tarqalgan ortopedik jarrohlik amaliyotlaridan biridir. Ikkinchi o'rinda son bo'g'imini almashtirish operatsiyalari turadi. Uchinchi o'rinda esa yelka bo'g'imini almashtirish, ayniqsa teskari yelka protezlash operatsiyalari bo'lib, bu usul surunkali yelka artriti bilan og'rigan bemorlar uchun tavsiya qilinadi. Bo'g'im almashtirish operatsiyasidan to'liq tiklanish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Agar butun jarayonni tushuntiradigan bo'lsam, odatda bo'g'imni almashtirish operatsiyasi taxminan 1 soat davom etadi va bemor operatsiyadan keyin 6 soat davomida reanimatsiyada bo'ladi. Operatsiyadan aniq 12 soat o'tgach, biz bemorni o'tqizamiz va agar imkon bo'lsa, uni tik turishga ham harakat qildirtiramiz. Operatsiyadan keyingi 2-kun CD kateteri va qon drenaj quvurlari chiqariladi va bemor yurish moslamasi yordamida yurishga o'rgatiladi. Hadinok taxminan 7-10 kun davomida ishlatilinadi. Shundan so'ng bemor tayoq yoki maxsus moslama bilan yurishga o'tadi. Tayoq ya'ni 10-15 kun davomida kerak bo'ladi. Shunday qilib taxminan 1 oydan so'ng bemor yurish uchun hech qanday yordamga ehtiyoj sezmaydi. Agar bir tomonlama operatsiya bo'lsa, tiklanish jarayoni taxminan 15 kun davom etadi. Agar ikkala tizza operatsiyasi qilingan bo'lsa, bemorning holatiga qarab 20-25 kun davom etadi. Zinapoyaga chiqishga odatda 2 hafta ichida ruxsat beriladi va bemor 2-3 hafta ichida kundalik faoliyatiga qaytadi. To'liq tiklanib yugurish yoki chopish esa operatsiyadan 2 oy o'tgach boshlanishi mumkin. Shu davrdan boshlab velosiped haydash va biroz faol mashqlar bilan shug'ullanishi ham mumkin.
Bu oddiy bo'g'imni almashtirish modeli bo'lib, ko'pgina bemorlarda qo'llaniladi. Bo'g'imni almashtirish bo'yicha bemorlar ko'pincha mendan butun tizzani almashtirasizmi deb so'rashadi. Aslida bu unday emas. Sog'lom tizza shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Kasallangan tizza esa boshqacha ko'rinadi. Biz suyakdan 5 millimetr shu yerdan va 5 millimetr bu yerdan kesib olib, kobalt xromdan yasalgan maxsus plastinka o'rnatamiz. Bu namoyish uchun qo'llanilayotgan model. Ushbu kobalt xrom plastinka va maxsus plastik qism tizzaning ichiga joylashtiriladi va bu yangi bo'g'imning saket qismini hosil qiladi. Ko'pgina tizza bo'g'imlarini shu usul bilan saqlab qolish mumkin. Masalan, bo'g'im juda noto'g'ri burchakda yoki butunlay izdan chiqqan, shuningdek muhim ligamentlar ham shikastlangan bo'lsa, oddiy protez yetarli bo'lmaydi. Bunday holatlarda maxsus implantlar va metall novdalardan foydalanish tavsiya etiladi. DH davlatlaridan kelgan bemorlar tizza bo'g'imini almashtirish operatsiyasiga kech kelishadi va semizlik bilan bog'liq muammolar ham bor. Masalan, vazni 100-110 kilogramdan oshgan bemorlarda oddiy implant tananing og'irligini ko'tara olmaydi. Shunday qilib, biz har kuni duch keladigan va bemorlarning operatsiyalarida uchraydigan asosiy muammolardan biridir. Men bemorlarimga doim shuni aytamanki, sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Suyaklaringizni mustahkamlovchi vitaminlar hamda oziq-ovqatlardan ko'proq iste'mol qiling va tekshiruvlardan albatta o'ting.